Barchaga assalomu alaykum, hurmatli Xo'jayon Tabrik kanalining ashaddiy obunachilari, bormisizlar, omonmisizlar? Albatta xush kelibsizlar Xo'jayon Tabrik kanalimizga. Hurmatli obunachilar, tabrik boshidan ushbu kanalga layklarni bosinglar, bepul-ku va albatta kanalga obuna bo'linglar. Biz albatta mana shu ota-onalarni tabriklashda davom etmoqdamiz. Bugungi tabrigimizga tayyorgarlik ko'rmoqdamiz. Birozdan so'ng manzilimizga yetib boramiz. Bugun bir baxtli onaxonni mana shu musofirda yurgan yagona o'g'illari nomidan chiroyli surprizlarga boy holda tabriklash uchun bormoqdamiz. Ko'ramiz bugungi tabrigimiz qanchalik emotsiyalarga boy holda bo'ladi. Albatta do'stlar, ota-onalarimizni borida qadrlaylik. Ota-onalarimiz uchun qadarkilar kerak emas, ular uchun ozgina e'tibor bersak, shuni o'zi katta baxt. Shunday ekan, ota-onalarimizni borida qadrlaylik, ular uchun qanchalik qilsak shunchalik kamlik qiladi. Murojaat uchun ushbu ekranda turgan nomerga murojaat qilaverasizlar. Biz albatta har doim Xo'jayon tabrigi mana shu sizlarning yaxshi kunlaringizda baxtli onlarni taqdim etishda davom etamiz. Va do'stlar, kommentarda izohlaringizni yozib qolingizlar. Kutib qolaman. Xo'jayon tabrigi yana qanday bundan ham chiroyli surprizlarni yo'liga qo'ysin, xudo xolasa. Nima bo'lsa biz manzilga boramiz va bugungi tabrigimizni boshlaymiz, xudo xolasa. Muhabbatdan so'z olsangiz, onadan boshlang. Chunki onasini yaxshi ko'rmaydigan farzandni muhabbati yolg'on bo'ladi. Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar. Sizlar yaxshimi? Sog'-omonmisizlar? Kayfiyatlar qalay? Zo'rmi? Bitta qarsak bo'lsin, nima bo'lsa. Bormi qarsak? Tabriklaymiz. Albatta Xo'jayon tabrigi ushbu chiroyli xonadonga kelib, sizlarni bezovta qilib turishining asl maqsadi bugun ushbu xonadonda unutilmas onlar va eng muhimi bugun ushbu xonadonning sohibalari, duogo'ylari, farishta misol bo'lgan ushbu xonadonning sohibalarini shukrona tavallud deyimlar ekan, agarki adashmay kelgan bo'lsak. Ha? To'g'ri keldik-a? Yana ki ushbu xonadonning sohibalari bo'lmish Ortiqxoy xolajonimizning bugun unutilmas onlari, shukrona tavallud deyimlari. Siz bo'lasizmi xolajon? Sizmisiz? Ha, menman. Bitta qarsak olamiz xolajonimiz uchun. Xolajon assalomu alaykum. Amakijon assalomu alaykum. Yana bir bor. Sizlar yaxshimi? Sog'lommisiz? Bugun birinchi bo'lib kim tabrikladi? Sizni. Xo'jayinim tabrikladi. Qachon? Aniqmi? Aniq. Aniq, ha? Amakijon tabrikladingizmi? Yaxshi dil so'zlarni bildirib, ha? Ay salomat bo'ling. Xo'p, bugun kim qoldi tabriklamagan? Xolajon? Hamma tabrikladimi? Hamma tabrikladi, Xudoga shukr. Hamma tabrikladi. Ha. Mehmonlar ham kelishgan, to'g'ri. Lekin o'g'lim nima? Hamma tabrikladi. Lekin biz qopmiz, tabriklamagan. Mana biz ham keldik. Ha, salomat bo'ling. Bugungi xursandchilik kuningizga yanada xursandchilik ulashish uchun kelib turmoqdamiz. Lekin topasiz. Kimning nomidan kelishimizni so'rash ketaman. Bilganlardan jim turamiz. Yanada sizni xursand qilish uchun, ozgina yuzingizga tabassumlar ulashish uchun kim nomidan keldik? Agarki xabaringiz bo'lmasa, yo'q xabaringiz bormidi? Xabarim yo'q. Bir toping qani. O'g'lim deydi. Qaysi o'g'lingiz? O'z bittagina o'g'lim bor. Ha. Aniqmi? Aniq. Yuragim shuni sezyapti. Qayerdalar ular? Rossiyada. Rossiyadalar, ha? Nizomiddin akamizmi? To'ppa-to'g'ri qarsak. Gap yo'q. Muborak bo'lsin xolajon. Albatta ana shu musofirda yurib, mana shu bugungi xursandchilik kuningizga yetib kela olmagan ba'zi bir sabablarga ko'ra o'sha mehribon o'g'lingiz nomidan tabriklash uchun keldik. Rahmat endi. Akamiz aytdilar, men har doim uyda bo'lganimda onajonimni, dadajonimni yaxshi kunlarida o'zim albatta bir chiroyli gullasalarda olib borib, onajonimni shiringina, chiroyligina yuzlaridan o'pib, onajon rahmat, tarbiya berib, shuni yaxshi kunlarga yetkazib kelganlaringiz uchun deb quchoqlab qo'yardim. Lekin bugun menga afsuslar bo'lsin, yonlarda bo'la olmayapman. Uzurim bor, eng birinchi gali yetkazib qo'yasiz. Shu bois o'zim bor olmasamda sizlar orqali arzimas sovg'amni yetkazib qo'ysangizki, toki xursand bo'lsalar bas, deb bizga murojaat qildilar. Shu o'rinda arzimas sovg'alarimiz bor, chiroyli gullasamiz bor. Gul kabi ochilib yurishingiz uchun ruxsatlaringiz bilan topshiramiz. Qabul qilasiz. Xolajon qabul qilasiz.
Mana shu ushlab. Qachon yuzlaringizda mana shunday chiroyli tabassumlar arimasin. Har kunlaringiz mana shunday kunlarga boy bo'lsin. Va akamiz aytdilarki, men bugungi onajonimdan, dadajonim xursandchilik kunlarida bo'lolmaganim uchun arzimas sovg'alarimiz bor. Akamiz aytdilar, gullasani topshirasiz va dadajonim uchun esa bir arzimas sovg'am bor. Ya'niki biz farzandlarni deb ne azoblarni boshlaridan kechib, o'zlari yemak yedirib, kiymak kiydirib, mana shunday yaxshi kunlarga yetkazib kelib, biz farzandlarni deb, endilikda biz farzandlarni deb, yana bizlarni farzandlarimizni ham o'zlari tarbiyalab, mehr muhabbatlarini berib, katta qilib kelishmoqda. Shu bois men ulardan minnatdorman. Darhaqiqat nabordi niyat qilganman deganlar. Ruxsatlaringizni amakijon qabul qilasizmi? Ushbu arzon savol. Tabriklaymiz chin qalbimizdan yana bir bor. Endi bu kunlarga har kim ham yetavermaydi. Yetganlar bor, yetmaganlar bor. Yetkazganiga albatta Allohga hamd sanolar aytamiz. Bu kunning eng baxtli ota-onalardan biri sizlar. Chunki bunday ishlarni har qanday farzand ham qilavermaydi. Bu hammasi sizlarning bergan tarbiyalaringiz, o'gitlaringiz va mehr muhabbatlaringiz ila farzandlaringiz endi sizlar uchun xizmatda. Va yana bir chiroyli arzimas sovg'amiz, bunisi endi shirinlik, xolajon. Shirinlik kabi shirin bo'lib yurishlaringiz uchun shirinlikda topshiramiz, chiroyli guldiroz qarsaylaringiz bilan. Ana bir yaxshi dirsallar bormi? 65 yoshga kirganimdan chin yurakdan tabriklayman. Uzoq umr ko'rsin, nevaralariga boshqa bo'lsin. Ketganimiz bitta ko'rishib qo'yinglar. Mana qarsak bormi endi mana shunday. Yo'q, salomat. Bir necha yillardan beri musofirchilik yuribman, ba'zi bir sabablarga ko'ra ota-onamni juda ham sog'indim. Ota-onamni juda ham yaxshi ko'raman. Bundan buyoqqa men ota-onam uchun har doim xizmatdaman. Ularning qilgan xizmatlarini qanchalik qilsam ado etolmayman. Lekin Xudo xolasa bir niyatim bor. Bu niyatni har bir farzand o'z ota-onasiga niyat qiladi. Qaysi niyat deb so'ragan vaqtimda akam aytdilarki, Xudo xolasa otajonimni, onajonimni hoji boboyi hojona qilish niyatim bor. Niyatiga yetsin. Sizlar bir oz duo qilib tursa bas. Ko'zimga qarab qo'yasizlar. Boshi og'rimasin, bolalarning orzusini ko'rsin loqim. Siz tufayli dunyo kezib, ko'rdim jahon. Qay maskanlar kezib bo'ldi munda mehmon. Parvardigor, joningizni qilsin omon. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim, so'zingizni sog'indim. Mehr nur sochadi qalbingizga. Musofir bo'lib yetdim juda qadringizga. Ming dunyoni alishmasman o'rningizga. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim, so'zingizni sog'indim. Musofirlik noni ish og'ir ekan. Do'st bilganim do'stim emas, baxil ekan. Netay ona, bu shunday taqdir ekan. Ona bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim, so'zingizni sog'indim. Oz qoldi deb o'tyapman kunim sanab. Goho g'amgin, goho tunim sanab. Onam kutar, mushtoq bo'lib yo'lim qarab. Onajon, bugun yuzingizni sog'indim. Dada jonim, so'zingizni sog'indim deb shu so'zimni yetqazib qo'yasiz deb aytmoqchiman. Sog'inish. Akam ko'rsatdi. Yaxshi ko'rasizmi akajon? Xursandmisiz? Rozimisiz? Roziman endi, sizlarning boshlaring og'rimasin endi. Sizlar shu yoshlarga yetdinglar loqim. Onajonlarimiz, dadajonlarimiz bor hayotda yashash boshqacha bo'ladi. Har qanday Hamisha yetsin. sog' omon bo'lib yuringlar. Ona bor dunyoda, kelganlaringga rahmat endi. xolajon, qarang. Ona bor dunyoda yashash boshqacha. Onaning tarifi yu mehri boshqacha. To'lsa hamki hatto 90, 100 yoshgacha.
ona bor dunyoda yashash boshqacha. Yashaydi onamiz bizdan o'ylab. Tunu kun Xudodan baxtimiz so'rab, onasiz qolganlar o'ynaydi yig'lab. Ona bor hayotda yashash boshqacha. Amalga bitta duo qilasiz. Hammasi sizdan bir oz duolaringiz uchun edi. Shu akamiz haqiga, nabiralaringizni hamon haqiga. Hammalaringiz kelganlaringiz uchun rahmat. Mana o'g'limga ham katta rahmat. Shunchalik nima qilgansizlarga ham rahmat. Hammani shu kunlarga, shunday shu xursandchilik kunlarga hammaniga o'ynab kulib Allohu akbar.